Bu 200 yillik Lancaster House ko'plaringizga tanish ham bo'lishi mumkin. Agar Qirol nutqi deya Oskar olgan filmni ko'rgan bo'lsangiz va undan tashqari Downton Abbey'ni ko'rgan bo'lsangiz, unda ba'zi sahnalar bu yerda filmga olingan. Lekin bu joy aslida Britaniya Tashqi ishlar vazirligining bazmlar va tadbirlari bo'ladigan bino. Buni yaqinida qirolning Buckingham saroyi joylashgan. Lekin bu yerda bugun Britaniya tashqi ishlar vaziri Yvette Cooper Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlarini qabul qilyapti. C5+1 formati hozir ko'plarga tanish bo'lsa kerak, chunki AQSh prezidenti Donald Trump ham, Yevropa ittifoqi ham, Yaponiya ham Markaziy Osiyo davlatlarini blok sifatida mana shunday sammitlarga taklif qilishyapti. Chunki Markaziy Osiyoga hozir qiziqish kuchayib boryapti. Nega kuchayib boryapti? Nega aynan Britaniyaniki hozir kuchaydi? Britaniya odatda tarixan Markaziy Osiyoga unchalik qiziqmagan. Agar katta o'yinni 19-asrdagi o'yinni, raqobatni Rossiya imperiyasi va Britaniya imperiyasi o'rtasidagi raqobatni hisobga olmasak, undan keyin unchalik qiziqish bo'lmagan. Lekin hozir Britaniya boshqa g'arb davlatlari qatori Rossiya energiyasi va Xitoy xom ashyolaridan o'zining manbalarini turfaqillashtirishni istayapti. Markaziy Osiyo esa bu xom ashyolarga juda boy. Masalan, O'zbekistonni oladigan bo'lsak, o'tgan yili Britaniyaga O'zbekistonning oltin eksporti keskin oshgan va umuman o'zaro savdo oshib boryapti Britaniya va O'zbekiston orasida. O'zbekiston shuningdek Britaniya juda ham istayotgan critical mineral deyiladi, muhim minerallar va nodir metallarga juda boy. Masalan, oltin, kumush, mis, wolfram, rux, uran va shunga o'xshash boshqa tabiiy boyliklar O'zbekistonda juda ko'p. Britaniya esa bulardan o'zining yashil energiya industriyasi uchun yoki harbiy sanoat uchun foydalanishni istaydi. Endi Britaniya O'zbekistonga nimani taklif qila oladi? Bilamiz, oxirgi yillarda Britaniya tashqi yordam byudjetini keskin. Masalan, rivojlanayotgan davlatlarga u pul berib kelardi, lekin oxirgi yillarda bu keskin tushib ketdi. Britaniya beradigan narsa shuki, masalan, u ishchilarni O'zbekistondan taklif qilyapti. Juda ko'p hozir bu yerda mavsumiy ishchilar qishloq xo'jaligida ishlayapti. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelib. Undan tashqari hozir parlamentda chaqiriqlar bo'lyapti. O'zbekistondan tibbiy xizmat xodimlarini, shuningdek santexniklar, elektriklarni ham taklif qilish kerak degan chaqiriqlar bo'lyapti. Endi bu yog'i qanday bo'lishini ko'ramiz. Hozirda O'zbekistonga Britaniya qanday ta'sir qila oladi? Masalan, aytaylik, Rossiya yoki Xitoy O'zbekistonga kelsa, ular O'zbekistonga inson huquqlari bo'yicha va'zxonlik qilib o'tirishmaydi, to'g'rimi? Lekin Britaniya aytayaptiki, bizning aloqalarimiz qadriyatlarimizga asoslangan. Bu qadriyatlar nima? So'z erkinligi, demokratiya, turli dinlarga va hatto jinsiy oshchiliklarga bo'lgan toqat va shunga o'xshash erkinliklar. Ya'ni Britaniya bularni o'z bayonotlarida ochiqcha ayta oladimi O'zbekistonga qarshi yoki ko'proq iqtisodiy tomoniga, iqtisodiy strategiyasiga e'tibor qaratadimi? Buni ham ko'rish qiziq bo'ladi. Bu bino shunchalik go'zal va muhtashamki, ko'rib turganingizdek, bu yerda qimmatbaho san'at asarlari, shipida farishtalar, marmar ustunlar, bular agar tilga kirsa, juda ham bir boy tarixni aytib bergan bo'lardi. Chunki bu bino Britaniya tarixi uchun, umuman dunyo tarixi uchun juda muhim. Masalan, Ikkinchi jahon urushidan keyin NATOni tashkil qilish bo'yicha muzokaralar aynan mana shu binoda o'tkazilgan. Cherchill unda ko'p bazmlarni o'tkazgan va tadbirlarga mezbonlik qilgan. Undan tashqari bu yerda 1993-yilda prezident Islom Karimov mehmon bo'lgan. Lekin o'shandan beri mana 33 yil o'tibdiki, O'zbekiston prezidentlari hali Britaniyaga kelishmadi. Balki bugungi vazirlar uchrashuvi prezident Shavkat Mirziyoyevning tashrifiga yo'l ochib berar degan umidlar bor.